voz kechishlari kerak. Zamon shiddat bilan ilgarilab, insoniyat taraqqiyot sari qadam tashlayotgan globallashuv tendensiyalari tufayli hayotning barcha jabhalarida mislsiz darajada jadallashuv kuzatilmoqda. Buning natijasi sifatida insonlar shu vaqtgacha bo'lgan eng farovon, qulay, ta'bir joiz bo'lsa, baxtli hayotda yashamoqdalar. Lekin boshqa tomondan globallashuv mavjud muammolarni yana kuchayishiga ham olib kelmoqda. Xususan, bugungi kunda butun jahonda dolzarb ahamiyat kasb etayotgan muammolardan biri sifatida xotin-qizlarga nisbatan sodir etilayotgan ta'zib va zo'ravonlik holatlari afsuski mavjud. Raqamlarga murojaat qilsak, muammoning naqadar dolzarb ekanligini yana bir marotaba anglashimiz mumkin. Dunyo bo'ylab yiliga 15 yoshdan 49 yoshgacha bo'lgan har 5-ayol zo'ravonlik holati bo'yicha ariza bilan murojaat qilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining statistik ma'lumotlariga ko'ra, dunyoning har kuni har 3-ayol ta'zib va zo'ravonlik qurboniga aylanmoqda. Ayrim milliy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, keyingi yillarda bu sur'atlarni o'sishini ham ko'rishimiz mumkin. Dunyo miqyosida har kuni oilasida o'z yaqinlari tomonidan sodir etilgan zo'ravonlik oqibatida 40 va 70% holatda zo'ravonlik ayollarning yaqinlari, ya'ni turmush o'rtoqlari, qarindoshlari va ayol tanigan bilgan odamlari tomonidan amalga oshiriladi.